litsenziyalangan firmadan umraga bormoqchiman deydigan obunachilarimiz uchun assalomu alaykum. Hikmat Travel'ga kelganmiz. Ismim Abdug'affor. Hikmat Travel'da qana endi yangiliklari qanaqa, qaysi kunlarga reyslar bor deb qiziqayotgan obunachilarimiz uchun video qilmoqchimiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkent yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz avgust oyiga chislolardan boshlaymiz. Kunlari 9-avgust kuni bor Toshkent reyslarida, 12-avgust, 15, 19, 22, 26, 29-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqib, joylarni bron qilsalaring bo'ladi. Toshkentning narxi $925 qilib beramiz, xudo xolasa. Endi Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz ham qo'yilgan avgust oyiga. Buni kunlari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimizning narxini $975 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Namangan Madina reysimiz ham bor. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlar uchun Namangan Madina reysimiz kunlari 12, 19, 26-avgust kunlari reyslar qo'yilgan. Xudo xolasa buni narxini $1015 qilib beramiz. Qaysi biri sizlarga o'zlaringizga qulay bo'lsa, qaysi biri yaqin bo'lsa, bemalol joylaringni bron qilib uchib ketsalaring bo'laveradi. Endi to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda ofislarimiz bor. Xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimizning manzillari Farg'onada bor, Andijonda bor, Toshkentda bor. Undan tashqari xohlasalar bizga uzalik qiladi deydigan bo'lsalaring, shu nomerda o'zimning nomerim, o'zim aloqaga chiqaman. Telefon qilsalaring, Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Ismim Abdug'affor. Onlayn joylarni qanday bron qilishlikni ham o'zimiz o'rgatib tushuntiramiz, xudo xolasa. Undan tashqari sharoitlarning qanaqa deydigan obunachilarimiz uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, gastinisalarimiz uzoqligi Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'shga tushasizlar, xudo xolasa. Undan tashqari, xo'p, 50 bosh xizmati, 50 bosh aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mga bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Chetdan borgan povurlarimiz pishirib, sizlar uchun chiroyli qilib berishadi, xudo xolasa. Xo'p, 5 dan ortiq Madina Munavvara ziyoratlari, 5 dan ortiq Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar. Agar videomizda xatolik, kamchilik bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, like'lar bosib qo'yinglar. Har kuni video qilishga harakat qilyapmiz. Hikmat Travel'da eng so'nggi yangiliklarni ko'rib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.